Hürmetli Müslümanlar, Cenab-ı Allah insanlarni aqlliq, qadrlik ve mesuliyetchan bir maxluq qilib yaratgandir. Ulug' Rabbimiz islomning tarmoqlari ichida har bir inson uchun tug'ilishidan qo'lga keltirgan haq va ega chiqishi kerak bo'lgan mas'uliyatchanlikni insonga yuklagandir. Iymon bilan barpo bo'lgan bu mas'uliyatlarga rioya qilganlarga dunyo va oxirat baxt saodati bilan xushbishorat berilgandir. Mümin bo'lish sifatimiz bilan bizlar avvalo ulug' Parvardigorimizga bizlarni opridi qilganlik uchun qarzdor va uningga qarshi mas'uliyatdormiz. Uningga chin ko'ngildan ishonish, muhabbat bilan yiqilishish, itoat qilish, amr va to'soqlarga alayda rioya qilish musulmon bo'lish sifatimiz bilan bizning eng muhim vazifamizdir. Ondan o'zimizga va atrofimizga qarshi mas'uliyatimizni bajo keltiramiz. Halol, go'zal, to'g'ri va yaxshi bo'lgan nimalar bo'lsa, hayotimizga elib kirish bilan haromdan, yomonlikdan, xato va yomon ko'rilgan har qanday ishlardan yiroq turishga urinamiz. Bilimizki, egimizning rizosimi, bizga omonat qilingan har bir jonliqning huzurimi bizning mas'uliyat doiramizdan yer olgandir. Bilimizki, egimizning rizosimi, bizga omonat qilingan har bir jonliqning huzurimi bizning mas'uliyat doiramizdan yer olgandir. Hürmetli Müslümanlar, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de mundaq deydi. İnsan özünü bekar koyup beriladi. Yani şeriat işlariga teklif qilinmay, mayliga qo'yib etilgan hayvonga o'xshash bekar qo'yib beriladi deb o'ylamdi. Demakki, mas'uliyatsiz, beparvo, axloqsiz, ideyasiz bir hayot insonga durust kelmas. Har bir muomilning bu dunyoda bir natijasi, oxiratda bo'lsa Alloh tarafidan beriladigan belgilik mukofoti bordir. Namaz o'qishdak rahimdil bo'lishimizmi bir musulmonning mas'uliyatidir. Ro'za tutishdak qiyinchilikda qolganga qo'l uzatishmi insoniy va islomiy bir vazifamizdir. Zakat berishdak har ishni arkoni bilan durust va saxtlik aralashtirmay qilishmi bizning qulluq vazifamizdir. Qarindoshlarim, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir hadis sharifda iymon egalarini mundaq ta'riflaydi. Mu'minlar bir-birini yaxshi ko'rishda, bir-biriga marhamat va shafqat qilishda xuddi bir badanga o'xshaydi. U shundoq bir badanki, bir tarafi og'risa, boshqa taraflari uyqusizlik va qizitma bilan og'riqqa o'rtoq bo'ladi. O'tgan hafta go'zal shahrimiz Izmirga kelgan yer tavrash ofati bilan hammamiz tavrandik. Yuraklarimizda dard, tillarimizda duo, ichimizda umid bilan hammamiz yiqilgan yerlarda bo'ldik. Parvardigorimizning yordami va davlatimizning yor yo'lak bo'lishi bilan butun millat yorlarimizni tinish uchun safarbar bo'ldik. Ofatga qarshi turish albatta mumkin emas. Biroq unutib qolmaylikki, tadbir elish va tabiiy ofatlar keltirib chiqargan xarobiylarni eng oz saviyaga tushirish mu'minlik mas'uliyatimizning taqozzosidir. Alloh aziz millatimizni har turli baloy ofatlardan omon qilsin. Vafot qilgan qarindoshlarimizga rahmat qilsin. Musibatlik oilalarga sabr, yordamlarimizga shifo ato qilsin. Aziz mu'minlar, xutbaning oxirida bir xususni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Oldimizdagi chorshanba kuni kelajakka nafas, dunyoga nafas shiori bilan o'lkamizning hamma yerida ma'lum yerlar ko'chat tikiladi. Buning bilan o'zi yashayotgan jamiyatni go'zallashtirishni xohlagan har bir vatandishimizga viloyat, nahiya, yezi egilik va o'rmon boshqarish idorasidan haqsiz ko'chat beriladi. Bu vasila bilan 7 yoshdan 70 yoshgacha butun jamoatimizni jannat vatanimizning ko'kartilishida muhim rol o'ynaydigan bu faoliyatga taklif qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.